10. qism. Bir hazodan keyin u Norma g'oyib bo'ldi. Biz asta ko'zimizni ochdik va ichiga amdi kirishimiz bilan tangla ikkimiz pastga do'milab tushib ketdik. Biz toshlarga qattiq usib, bosh ko'zlarimiz qonga bo'yalgan bo'lib, oxiri bir tomga so'qilib to'xtadik. Ko'z oldim qorong'ulashib, beshim qiyishqa boshladi. Bir hazodan keyin sal aslimga kelgandek bo'ldim. Bu qandaq yabib ketdi endi. Voy beshim. Abdulla shundaq degach o'rnidan turdi va orqasidagi egiz oltin bilan yasalgan hayvatlik tomni ko'ribla turibla qoldik. U emas. Hatto menmi egizimni echibla qolgan edim. Wow! Oltin? Odash, bu tomdagi oltinmi? Oltin. Qarganda bu kichik Mo'ran podshoyi xeyli boy o'xshaydi. Tomlarnimi oltindan sapdi. Odash, biz ashundoq egizdan tushdikmi? Men Abdullaning so'zini anglab orqamga qaradim. Biz nayt egiz yerdan pastga do'milab tushgankanmiz. Elimi yaxshi, har holda salomat tushgan edik. Biz tomni bo'ylab bir soatdan ko'proq mangandan keyin atrofni birdilla oppoq tumanlar qaplab bo'lgan bo'lib, tumanlar orasidan bir to'p kishilarning qiyochiyalari olinib, ikkimizni sarosimiga solatdi. Ikkimiz bir-birimizga yaqin turib, so'mkimizning yenidagi go'rjakni elib, diqqat holati turdik. Odash, endi nima yuz beri? Abdullaning so'zi tugamay turibla, nama'lum bir qo'l tumanlar orasidan chiqibla, uning putidan tortibla, tumanlar orasiga akirib ketdi. Odash, Abdulla! Odash! Men shundoq deganimcha uning orqasidan qo'g'lab maqdim. Lekin uzoq mangmayla o'rnimda to'xtab qoldim. Chunki bo'yimga oppoq chosh tushdi. Men ko'zimning quyruqida ustiga qaradim-yu, yuragim eg'izimga katlashib qoldi. Chiroyi qordab ketgan bir ayol menga vahimlik tusda qarab turadi. U ayol asta oldimga keldi va ko'zimga tikildi. Uning chiroyini hozir aniq ko'rgan edim. U dal Olvast xonishning o'zi shu edi. Uning oppoq sochlarining orasidagi parqaroq turgan tojni g'uva ko'rdim. Olvast xonish meni necha qitim aylanib bo'lgandan keyin sening do'sting bormaydigan yerga berib, mening odimimni o'ldiribdi. Yana tahi bizning makonimizga bosib kirdi. Men unga askar sipagan bo'lsam-mu, u do'stim anglamadi. Endi u do'stim mening qarg'ishimga ketdi. Endi u do'stim o'ldi. U o'zining beshiga o'zi chiqdi. Bu mumkin emas. U do'stim asli u yog'och sanduqni olmaslik kerak edi. Men shu chaqda uni qo'rqitib qo'ygan. Tek uni qo'rqitib qo'ysam, u sanduqni olmasmikin degan edim. Lekin undaq bo'lmay, u keyin kelib, u sanduqni elib ketdi. Ayni vaqtda men bosh vazirga va'da bermagan bo'lsam, u do'stim allaqachon o'lgan bo'ladi. Axir bo'lmay, uni qarg'ab etdim. Acaba u sanduqning ichidagi narsa va heyliq xatlar? Uning hammasi yolg'on. Uni men qora afsun bilan hammasini qarg'ishga aylantirib o'tgan. Sizlar jasad ozgilda ko'rgan heyliq naqis. Dal qarg'ish shu. To'g'ri, Abdulla bilan jasad ozgilida u naqshni ko'rgan. Acaba mardonmi? Oyg'ini o'ylashga jur'at qilolmadim. U sanduqdagi yolg'on-kanda? Shundaq. Men u do'stoni qaymoq turdim. Men seni cho'qim o'ldirayman. Men shundoq debla Olvast xonishga aytildim. U bo'ronda kelgan peti mening gilimdan ko'taribla oldi va meni hech kim o'ldirolmaydi. Hamma bu yerdan hayot chiqib ketimiz deb xomxiyol qilishma. U shundoq debla qapqara isqa aylanib
ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men o'rnimdan endi turishimga tumanlar orasidan nurg'unlagan qizil ko'zlar paydo bo'lib, menga tikilib turadi. Men yerdagi go'rjigimni elib, tayyor holatda turdim. To'yuqsiz bir jup qizil ko'z asta menga yaqinlashib kelishga boshladi. Men ho'shyor turib, ko'zimni menga yaqinlashib kelayotgan o qizil nurga qaratib turdim. O qizil ko'zni endi aniq ko'rdim. Uning badandagi go'shtlari chirib sesib ketgan. Beshining yarmi cho'tli yo'q bir maxluq edi. O maxluq menga qarab xirs qilib qo'ygandan keyin asta keyniga qaytib ketdi. Deb tursam, birdilla o maxluqlar menga etilishga boshladi. Men amalsiz qochdim. Tumanlar quyuq bo'lg'achqa qaysi tarafga mang'inimni bilolmaydim. Dal shu chaqda bir maxluq yon tarafimdan etilibla chiqib, meni ostiga besib oldi. Uning puchuq beshidan tushgan qop-qora narsadan ko'nglim elishib, tasli qoldim yondirib atgili. Men qo'limdagi go'rjak bilan uni urishga boshladim. U orqaga yonmasdan aksicha teximi menga yepishdi va o'ng qo'limni bir tishlabla go'shini yulibla oldi. Men og'riq dastida qattiq vaqirab ketdim. Ovozim bu yaning ichini bir og'an edi. Men o maxluqni kuchab birni qo'yib puchirib etdim. Boshqa maxluqlar meni qo'rshab bo'lgan bo'lib, o'rnimdan turishga tamshalganda ular menga tangla etildi. Kallamda men o'ldim degan ufqum paydo bo'ldi. Va bir ikki maxluqni o'ldirib o'lsammi o'lay debla go'rjakni qalaymaqan shaltdim. Mana amdilikda bo'lsa, ikki maxluq somkamdan tortibla meni yerga yiqitib etdi. Somkamning ichidagi narsalarning hammasi yerga to'kilib ketgan edi. Ustimga ikki maxluq chiqdi va yuzlarimni tatilashga boshladi. Men shuncha qarshilik qilgan bo'lsam, foydasi bo'lmadi. Usti beshim qip-qizil qonga bo'yaldi. Dal shu chaqda bir pay o'q quloq tuvimdan uchib o'tib, meni tatilayotgan maxluqning beshidan teshib o'tib ketdi. Orqadan yana bir pay o'q, yana bir maxluqni yerga yiqitdi. Men holsiz badallarimni tast ko'tarib o'q kelgan tarafga burildim va tumanlar orasidagi quva narsalarni ko'rdim va hushimdan ketdim. Bir chaqda ho'shimga kelsam, men bir uyning ichida turatdim. Qarsam, Abdulla, Mardan va Qahorlar supining ustida uxlab qolgan edi. Usti beshim bo'z tang'iliq edi. Men o'rnimdan tast turib, uydan chiqibla ko'zlarim yo'g'inab ketdi. Men hozir bir shaharning ichida turatdim. Hashamatlik selingan uylar 4 ko'cha. Ayvatlik qasr saroylar yana kelib bu uy va boshqa qasr saroylar to'pidan emas, balki oltinlar bilan selingan edi. Qarg'anda biz Olvosta davlatining shahrida o'xshaymiz. Men kirib o'rnimda o'ltirdim va ularga qaytadan qaradim. Ularning usti boshlarimi yarlar bilan to'lgan bo'lib, Mardan bilan Qahorning o'ng qo'li bilan so'l putining olqonchilik yerdagi go'shi yo'q edi. Abdullaning bo'lsa o'ng yuzida bir nimaning tatilgan tirnoq izi bor edi. Demak, ular qattiq ilishqandek qiladi. Eliqa Olvosta xonishning so'zi esimga keldi va asta o'rnimdan turib, Mardanning yeniga kelib, uning bo'yniga qaradim. Chiroyim tatirib ketdi. Chunki uning bo'ynida jasad ozgildi ko'rgan iskeletninkidek naqsh turadi. Acaba u shularga o'xshash o'lib ketami? Bir vahima meni qopladi. Dal shu chaqda Mardan uyg'ondi va meni ko'ribla cho'chib ketib vaqirab soldi. Olvosti! Ha? Qani Olvosti? Ha, nadin kepti? Mardanning vaqirshidan Qahar bilan Abdulla shundoq debla o'rnidan turib ketdi. Adash, Mardan, qani Olvosti? Hay, Mardan. Tushingda bir qiz bola bir yalaringni bir qandoq qilmagandi? Nemandaq onasidan tepik yegan eshakdek to'laysa?
Qahar bilan Abdulla Mardonga kayishqa boshladi. Boyam ko'zimni ochsam, Ilyos menga qarab turibdi-ekan. Men olvosda o'xshaydi deb qo'rqib ketibdiman. Ochdimi? Ha, ajab yo'g'ash bo'pti. Abdulla shundoq deb Mardonga do'q qildi va "Adash, qandoq tursa, meni baq qo'rqitdingmi?" O shundoq deb meni o'rnimga o'ltirg'izdi. Ondan elimi yaxshi, biz dal vaqtida keldik. Bo'lmagan bo'lsa, o'lib ketadingmi? Ha, asli men o'lishni tanlagan edim. Ta'limga sizlar keldinglar, og'inilar. O'naq dema, adash. Biz degan yaqin do'stlar. Ha, shundoq adash. Sen nada bo'lsang, bizmi shu yerda? Rahmat sizlarga. Qahar bilan Mardon shundoq deb qo'limni chang tutdi. Abdullami kelib tutdi. "Ey, Mardon adash. Qahar bilan ikkinglar zodi qayerga ketdinglar?" Adash, avval ozroq narsa yeyli. Senmi narsa yegin, ondan deb beray. Ha, bo'ladi adash. Biz qo'rsaqlarimizni astarlab bo'lgandan keyin oltin tomga yo'linib o'ltirdik. Biz shu tushib ketgandan keyin bir o'rdining ichiga tushdik. O'rdining ikki tarafida qatorisiga qo'yilgan odamlarning tosh haykali bor bo'lib, o odam yuzlik tosh haykallarning qo'lida birdan olma cho'ngliqdagi tosh bor bo'lib, so'z nur chechib turadi. O'rdining ichi g'uva qorong'u edi. Biz qo'l chiroqlarimizni yondirib, o'rdining ichini ko'ribla hayron qoldik. O'rdining hamma yerlarida oltin bor edi. Biz taxtning oldiga kelganda, boyamqa odam yuzlik tosh haykallar birdilla midirlab ketdi. Arqadilla atrofdagi kichik mis donqonlar o'rindan midirlab o'tirdiki yo'lga keldi va ikki tarafdagi tomlardan nurg'ullagan o'qyalar yomg'irdak yig'ishqa boshladi. Biz tezla taxtning orqasiga o'tib, o'qyalardan daldalandik. 5 minutdan keyin o'qyalar to'xtab, hamma o'z asliga qaytdi. Tomlarda bo'lsa bir cho'ng yilonning rasmi o'yilgan bo'lib, odamga xuddi rostakli to'ylatdi. Tuyuqsiz men bir toshqa shundoq dasishim bilan tangla, taxtning orqasidan bir ostiga tushadigan tosh palampay paydo bo'ldi. Biz osta pastga qarab mangdik. Osti qorong'u bo'lib, qo'l chiroq bo'lmasa, hech narsani farq etkili bo'lmaydi. Shuning bilan taxminan 1 soat mang'andan keyin bir tosh eshikning oldiga kelib to'xtadik. Men orqamga qaradim. Qardim-yu, tezla oldimga qarab oldim. 11-qism. Xuddi u qorong'ulikdan bir olvasti chiqibla meni yeb ketadigandek hissiyotda bo'ldi. Adash, qara. Ma u yerda bir sharch turadi. Men Qaharning yiniga keldim. Qara adash, mana. Qahar shundaq deb ishning yanidagi bir tosh sharchini ko'rsatdi. Men qo'lchiroqni yaqin tutib, u tosh sharchiga sinchilab qaradim. Tosh sharchining ustida bir uch bulongning ichida bir ayolning bosh rasmi bor edi. Adash, nemishqi bu tosh sharchining ustiga bundaq naqsh uyib qo'ydigandi? Balkim bu ashu davrdagi bir xil zinnat bo'yimi va yoki ularning o'rib odati bo'lishi mumkin. Men shundaq deb eshikning yana bir tarafiga keldim. U yerdami u tosh sharchidan birisi turadi. Adash, sen o tosh sharchini tutqin. Qar u tosh sharchini ching tutdi. Men bu sharchini asta so'lga aylantirdim va Qaharga dedim. Adash, sen mo so'lga aylantirgin. Ma'qul adash. Shuning bilan tosh eshik asta ochildi. Biz tosh eshikning ichiga kirib bo'lishimizga tosh eshik yepilib ketdi. Ko'z oldimiz bo'lsa o'xshashli qorong'ulik edi. Qar oldiga bir qadam elishi bilan tangla atrof birdilla yo'rib ketdi. Bu bir noit cho'ng qasr bo'lib, lota askarlar, qog'oz odamlar bor edi. Biz qasrning eshigining oldiga keldik. Qasr eshigida qadimiy xanzucha va qadimiy Uyg'ur yoziqida yozilgan xat bor edi. Adash, o xatlarni o'qishni bilamsa? Yo'q adash, men bunda xatni o'qish emas, tex tunji qatim ko'rishim. Qar shundaq deb u xatga qaradi.
qasr tomlarida bir to'p karvonlarning orom elayotgan holatdagi tom rasmi bor edi. Qasrning tomlari egiz bo'lib, tomlardan yomishib kirish mumkin emas edi. Biz ming jafoda qasrning eshigini ichib, qasrning ichiga kirdik. Qasr ichi vayron bo'lib, odamlarning qurib ketgan iskeletlari bir og'an edi. Biz qasrning yana bir eshigining yeniga kelganda, atrofdan bir to'p yilonlarning ovozlari anglanishga boshladi. Biz yondagi bir qasrning uyining ichiga kirib turdik. Lekin biz dal yilonning o'ziga kirgan edik. Shuning bilan biz u yilonlar bilan elishdik. Yilonning soni ko'p bo'lg'achqa biz ojiz keldik. Biz u qasrdan chiqib bir tosh koridorga kirdik. Tosh koridorning har 10 metrda birdan mash'al bor bo'lib, bizning kirishimiz bilan tangla mash'allar o't oldi va koridorning ichi yorib ketdi. Endi ular qo'g'lab kelmas deb tursak, odam yuzlik, ammo osti qismi yilonning badandagi narsalar paydo bo'lib, bizga hujum qildi. Biz g'alati narsalar bilan qattiq elishdik. Ularga o'qmi kor qilmadi. Shuning bilan ishimiz oxiri bardoshlik berolmay, jinimizni ilib oldimizga qarab qochdik. U narsalarmi bizni qo'g'lab kelyotdi. Biz tuyuqsizla musharga tushib qoldik. Bizmi qanday bo'lib bu yerga kelib qolganligimizni bilmaydik. Shuning bilan amdili bir uyga kirishimiz bilan tangla u uydan nurg'unlagan maxluqlar bizga hujum qildi. Ular bilan qattiq elishdik. Tuyuqsiz yiroqdan noydi tonish ovoz anglandi. Sapselib qarsak, Abdulla usti-beshi qonga milangan holatda biz tarafga qarab, jinining baricha yugurib kelyotdi. Keyin uning qishig'i keldik. Biz o narsalardan o'zimizni tasdiq qochirdik. Shuning bilan mushoyga kelib turdik va Abdulladan bo'lgan ishlarni so'radi. U barliq ishlarni debadi. Shuning bilan sening qishingga keldik. Mardan shundoq deb so'zini oxirlashtirdi. Bu bir sirli qabr ekan. Qaraganda bu qabrning ma'lum bir yerda cho'qim. Qahorning gapi tugamasdilla sirtidan bir to'p kishilarning oyoq tevishi anglandi. Hammamiz jim bo'ldik va osta derazaning yeniga kelib sirtga qarab turdik. Sirtda turq qo'rqinchli. Yuzlari qordab ketgan bir to'p olvasti qo'shuni kelgan ekan. Qaraganda ularni olvasti xonish avatgandekmi qiladi. Biz o'rnimizga qaytdik va ularning ketishi bilan bizmi bu uydan chiqib ketdik. Biz hozir maqsadsizlik ketib boratdik. Agar olvasti xonish degandek u yog'och sanduq qog'ish bo'lsa, mush shaharning ma'lum bir yerda bu qog'ishni yo'q qiladigan narsa bo'lishi mumkin. Shundoq ketib boratdik. Tuyuqsiz ostimizdagi qumlar o'ttirga yig'ilishga boshladi. Demak, bizni yana bir xatar kutib turish oldida edi. Adash, sen bu uyda turib turgan. Mardan shundoq debla meni majburiy yondagi uyga akirib qo'ydi. Men derazadan ularga qarab turdim. Uzoqqa bormayla bir qum odam paydo bo'ldi. U qum odamning egizligi ikki odamning egizligi bilan tankilatdi. Endi ularning u qum odamni yengishi mumkin emas edi. Qahir bilan Mardan u qum odamga qartib o'qatdi. Lekin atqan o'q u qum odamga posh chaqqanchilikmi foydasi bo'lmagan edi. Ular qo'llarga go'rjaklarni elib u qum odamga etildi. Qum odammi ularga hujum qildi. Ular chaqqanlik bilan o'zlarini qum odamning hujumidan elib qochatdi. Qum odam yugurib ketib qolgan Mardanning oldiga qattiq birni qo'ydi. U orqasiga yiqildi. Abdullahmi endi orqaga menishiga qum odam unimi birni qo'yibla uchirvatdi. Va u uchib beribla oltin tamga qattiq soqilibla yerga qattiq tushdi. Qahir bo'lsa somkisidan bir tal qizil narsani elibla u qum odamga qartib kuchab atdi. Va endi qechib turishiga unimi qum odam yiroqqa uchirvatdi. Tuyuqsiz qattiq portlash bilan tangla qum odam to'zib ketdi. Ular o'rinlaridan turdi. Men ularning yeniga chiqdim. Men Qahordan so'radim. Adash, u narsani nerdan topdi?
So'mkada bor ekan. Boyamni olsang bo'lmamdi deyman. Boyam untib qoptiman shu. O, shundoqmi? Ha, kavob appagidek ish qilibsajimi? Abdullaning gapidan Mardan ikkimiz kulib ketdik. Yo, men qasdan untib qolmasa, Ma gapni. Nim bo'lsa, nesiga untib qolmabsa? Bo'lmagan bo'lsa, hammamiz bu qum odam bilan mangu birga qum yeb yashaydik. Biz Abdullaning gapidan yana kulib ketdik. Tuyuqsiz atrofni so'z tumanla qaplab ketdi. Dal shu chaqda qahar bilan Abdullaning chiroyi o'zgarib ketdi. mane, gap qilmasam nimada qaytadan oshidi? Nima, meni urdigan o'xshamamsa? Anglab qo'y. Sendan qo'rqib qolmayman juma. Ha, uraman, qanday qilatding? Agar meni urib qolsang, men seni qahara Abdullaning yuziga birni qo'ydi. Buningdan Mardan bilan ikkimiz cho'chib ketdik. Meni urding shundaqmi? Ma'qul. Urgan degan mana mandaq bo'ladi. Man emisi. Abdulla shundaq debla qaharni urib ketdi. Qaharmo Abdullani qattiq urdi. Ikkimiz tezla o ikkisini ajratish uchun ularning yeniga keldik. Ularni shuncha tortgan bo'lsaqmi, ularni qattiqla ajratamadik. Qor tumanlar bayam qadimmi jiq bo'lib ketdi. Adash, qarg'anda bu qor tumanda cho'qim bir masala bor o'xshaydi. Shundaq, menmo shundaq his qildim. Ularning burnini itaydi. Ma'qul. Men beribla Abdullaning burnini atdim. Mardan beribla qaharning burnini atdi. Ularning yuz ko'zlari birdamdila ko'kirib ketgan edi. Ularmi asliga keldi. Dal shu chaqda tumanlar orasidan bir to'p iliq toshbaqaga o'xshaydigan narsa bizga qarab kelyotdi. Biz yugurdik. Ularning surati bizdan tez bo'lg'achqa bizga tezda yetishib olgan edi. Biz yerdagi to'pi besib ketgan qilichlarni elib ularga shiltidik. Mana, ular bilan bir soatdan ko'proq ilishgan bo'lsaqmi, u narsa texmi ko'payib ketib boradi. Putumning qattiq og'irishidan tezla putumga qarsam, ikki narsa putumda edi. Men qo'limdagi gurjak bilan natchini qo'yib, ularning mengisini jo'vatdim. Putumdan qon chiqib ketgan edi. Biz oxiri bardoshlik berolmay chekindik. Biz shaharning o'tirsiga kelganda to'rt ko'cha eg'izi paydo bo'ldi. Biz ortiq o'ylamayla sol tarafdagi ko'chaga qarab yugurdik. Sal yugurgandan keyin bir uyga kirib to'xtadik. Og'inlar, yerda bir jasad sandiq turadi. Biz qaharning gapidan tezla u ko'rsatgan tarafga qaradik. Darvaqa uyning o'tirsida bir qora rangli jasad sandiq turadi. Uning ustida bir tosh sharcha bor edi. Biz birdam turgandan keyin u narsalarning orqamizdan qo'g'lab kelmaganini jazm qilgandan keyin u jasad sandiqining iniga keldik. Bu kimning jasad sandiqi bo'g'idi? Musharga qo'yib qo'ygani nemasi amdi? Bu jasad sandiqi seninkido tayinliq. Bu yerga qo'ymay, sening uyingga qo'ysa bo'lamdi. Xap seni. Ha, nima deysan? Hey, bo'ldi qilinglar, ha? Men Abdulla bilan qaharni to'sib oldim. Mayli kimning bo'lsin, diqqat qilayli. Men shundoq deb u toshni elib turishimga bu yer qattiq tevrab ketdi. Va biz turgan yer yerilibla biz pastga tushib ketdik. Biz boshqa yerga emas. Dal Mardan boshga tushgan O'rdiba yerga tushgan edik. Shug'inisi bu qitim taxt yo'q bo'lib, bir jasad sandiqi bor edi. Bu nemish amdi? Bu yerda nemish qilamiz? Mardan shundoq deb hayron qolgan edi. Men sizlarga dedim-ku, bu degan bir sirli qabr ekan deb. Men shundoq deb oldimga qarab mangdim va Olvasti xonishning deganini ularga deyishni qara qildim. Oxilla ular menga qaradi. Men sizlarga bir gapni dey. Asli bu ish mundoq ekan. Men ularga Olvasti xonishning deganini deb berdim. Ular gaplarimni anglab qattiq cho'chib ketdi. Hozir biz sendagi qog'ishni qanday qilib yo'qotishni bilmaymiz.
olvasti xonishni dal shu chog'da ikki tarafdagi odam yuzlik tosh haykallar madirlab bizni qo'rshadi. Biz ularning orliqidan chiqib turishimizga olvasti xonish paydo bo'ldi. Hammani bugun o'ldirayman. Olvasti xonish shundoq deb bizga aytildi. Bizmi uningga hujum qildik. Biz uchib yiqilib, üstü boshlarimiz qonga bo'yalgan edi. Tuyuqsiz atrofni olvastilar bir og'am bo'lib, uning ichida olvastilar qo'shinimi bor edi. Biz ular bilan qaytadan jangga tushib ketdik. Mana, ular bilan saq 2 soatdan ko'proq ilishgandan keyin hammamizning holimiz qolmay yiqilib tushdik. Ollarim, o'rninglardan turibla, o turdagi tosh haykalning qo'lidagi toshni elib, o jasad sanduqining ustiga qo'yinglar. O toshni mush qog'ishga uchirgan odamlar olsin. Tuyuqsiz g'oyibdan shundoq degan bo'g'iq ovoz anglandi. Boshqalarmi anglagandek qiladi. Mardan o'rnidan turibla, o tosh haykalning qo'lidagi toshni elib, jasad sanduqining hiniga qaratmadi. Uchimiz uni qo'g'dab maqdiq. Olvasti xonish bo'lsa, Mardanning yeniga qarabmadi. Man yugurib beribla uning dumbisiga gurjakni kuchab sanjadim. Olvasti xonish vaqirabla meni yiroqqa yetibdi. Man uchib beribla yerga qattiq tushdim. Bizning holimiz faqatli yo'q edi. Mardan o toshni jasad sanduqining ustiga shundoq qo'yishi bilanla kuchli nur chiqibla bizni orqamizga uchiribdi. Olvasti xonish bo'lsa, qop-qora o't bo'lib kuyishga boshladi. Ya, men yana qaytib kelaman. Olvasti xonish shundoq deb istitekka aylanib g'oyib bo'ldi. Ondan buya gömürlib biz ho'shimizdan ketdik. Qanchalik yotqanligimizni bilmayman. Bir chaqda asta ko'zimni ochdim. Yenimda Qahir va Mardan va Abdulla yotadi. Biz doktorxonada edik. Ongacha bir sestra kirib, mening o'shimga kelganligimni ko'ribla chiqib ketdi. Ondan o sestra yana ikki doktorni boshlab kirdi. Va o'riq kelgan doktori bir kimga telefon qildi. Uzoq qolmayla akam bilan yana bir saqchi kirib keldi. Doktor, ularning ahvoli qandaqroq turdi? Ularning ahvoli nech kundagidan yaxshi. U uchunmi eng kechikanda bugun kech yoki ati o'shiga kelishi mumkin. Doktor shundoq deb chiqib ketdi. Sendan ortiq gap so'ramay ukan. Sen doktorxonadan chiqqanda ondan so'rayman. Opangga seni mening yenimda deb qo'ydi. Amisa xo'sh ukan, men yana kep turaman. Aras uka, sizlarni bir bovoy to'g'raqliqning oyiqidagi yerdan doktorxonaga ilib ketdi. O bovoy seni ko'rgili ketdi. Olim, o tog'imizni boshlab kiringlar. Xo'p, boshlaq. Olim saqchi chiqib ketib, chiroyidan nur yinib turdigan 60larga kirgan yashangan odamni boshlab kirdi. Akam qaytib ketdi. O odam menga illiq kulib qarab turadi. Biz qumning ostida o'shimizdan ketgan tursak, qandoqsiga biz qumning ustiga chiqib qolgan emas. U odam kim? Menimcha u odamda bir masala bor. Men ichimda moshilarni o'yladim. Qadrlik o'qirman. O'tqash begim qalamida bitgan vahimlik ovozliq asari Sirliq qabrining 11-qismi, ya'ni eng oxirgi qismi mushiyada tugadi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.